Xo'jayinim bilan 3 yil sevishib turmush qurdik. Hozirda 2 nafar farzandimiz bor. To'yimiz bo'lganiga 4,5 yil bo'ldi. Xo'jayinim ozgina o'zgarib qolib, shayton yo'ldan urib, ozgina yomon ayollar bilan gaplashib qo'ydilar. Ikkita farzandim uchun xo'jayinimning xiyonatlarini kechirdim. Xo'jayinim oilada 3 ta farzandli, eng kichkinasi mana xo'jayinim bo'ladilar. Ikkala farzandimni ham bog'chaga berib borib, ishga chiqib ketganman. Qaynonam bozorda savdo qiladilar, meva sotadilar, xo'jayinim bo'lsa kira qiladilar. Qaynatam bilan qaynonamning o'rtasi unaqa yaxshi emas. Qaynatam axrana bo'lib ishlaydilar. Qanaqadir katta sex. To'g'risini aytsam, xo'jayinim ham kira qiladilar. Ozgina shubhalanaman. Yana ayollar bilan gaplashayotgan bo'lsalarchi, xiyonat qilayotgan bo'lsalarchi deb. Ko'chada yaxshi, yomon, har xil ayollar bor. Shu desangiz, shunaqangi vijdonim qiynalyapti. Kimdagi hozirgi gapni kimga aytishni ham bilmayman. Kimga aytish o'ylab oxiri sizga aytdim deb bir obunachim gapi boshladilar. Xullas, kunlardan bir kun qaynonamni, xo'jayinimni ishga kuzatib, o'zim ham kiyinib, bolalarimni olib bog'chaga olib borib qo'yib ishga ketdim. Ertalab uyg'onganimda hamma yog'im qaqshab og'riyotgan edi, lekin ahamiyat bermasdan bolalarimni bog'chaga olib ketdim. Ishxonamga yetib bordim, narsalar tikishni boshladim, lekin shunaqangi qo'llarim, oyoqlarim qaltirab, issig'imni o'lchasam 38,5. Bu narsani boshlig'imiz ko'rib, uyingizga keta qoling, mayli, 1-2 kun dam olib keyin chiqarsiz deb aytdilar. Yo'q, ozgina tikka yo'l kira sarflab keldim deb boshlig'imga aytsam, mayli, yo'l kirangizni men o'zim to'layman deb taksi gaplashib berdilar. Uyimgacha taksida yetib oldim. Uyimizga yetib keldim, eshigimni qulfini ochdim. Xayriyat, qaynatam ham ketibdilar. Ozgina bo'lsa ham uxlab olaman deb uyimga kirdim. Mani xonamga, ya'ni spalnimga qaynatamlarni xonasini yonidan o'tib ketiladi. Qaynatamni xonalarini yonidan o'tib ketayotgandim. Boshqa ayol, begona ayollar g'alati ovozlar eshitildi. Ishonsiz, nima qilishni bilmayman. Xonamga kirib, ho'ngirab yig'ladim. Qaynatam nahotki shu yoshida 3 ta farzandi bo'lib turib, 8 ta nevarasi bo'lib turib, xiyonat qildilarmi ayollariga deb juda qattiq yig'ladim. Keyin uydan chiqib ketdim, o'tira olmadim bu ahvolda. Ko'chamiz boshidagi ostanovkaga borib o'tirdim. Shu vaqtda xo'jayinim telefon qilib qoldilar. Ishxonangdan ozgina ertaroq chiqib, bolani o'zing bog'chadan ol. Bugun men uspet qilmayman deb aytdilar. Xo'jayinimga yig'laganimni sezdirmadim deb, bo'ldi, xo'p bo'ladi dedim. Nima bo'ldi? Juda ovozing boshqacha deb aytsalar, ozgina shamolladim menimcha deb ayta qoldim. Xo'jayinim qayta so'radilar, yaxshimi hammasi? Yo, san ovozing yig'lagan ovoz. Hozir uyga boraman. Qaytasan, nima qilyapsan deb aytdilar. Yo, adasi, hozirgina ishdan chiqdim. Bolani o'zim olaman, mayli, bemalol ishlaringizni bitiravering deb aytdim. Bolalarimni bog'chasiga bordim, farzandlarimni bog'chadan oldim, uyga qaytdim. Uyga kirdim, borlarimni kiyimini almashtirdim. O'zim ham kiyimlarimni almashtirib, oshxonaga kirib ovqat qilishni boshladim. Yarim soatdan keyin qaynatam kirib keldilar. Kelin, choy qo'ying, ishda rosa charchadim, bir issiq choy ichay deb aytdilar. Qaynatam men uyga kelib ketganimni bilmadilar, lekin aniq qaynatamni ovozida uyga kirganimda, lekin menga sezdirmaslikka harakat qildilar. Ishonsiz, o'sha kundan beri qaynatamning yuziga qaragim kelmaydi. Ojonga aytaymikin desam, oilalari buzilishidan qo'rqaman. Bu gaplarni xo'jayinimga yo qaynonamga aytsam ishonishmasachi deb indamay qo'ya qoldim. To'g'risini aytsam, ojonning ko'zlariga qarasam rahmim keladi. Iltimos, sizni ko'pchilik kuzatishadi, kommentariyada yozishsan, maslahat berishsan, nima qilay, qanaqa yo'l tutay, ojonga aytaymi yo ko'zim yumib yashayman deb so'radilar. Hammani kommentariyasini o'qirkanlar, iltimos javob yozarkansizlar. Nima qilsinlar, nima yo'l tutsinlar, oyijonlariga aytsinlarmi yokida hech narsa bo'lmagandek ko'z yumib hammasini unutib yashasinlarmi? Hammaga rahmat.